Qadrli do'stlar, biz Omon-Omonning eng qaynoq nuqtasiga kelganmiz. A'lo kayfiyatda jonli efirda omadli tomoshabin aksiyasini bugun ketma-ket g'oliblarni aniqlashga tayyormiz. Umidaxon, tomoshabinlarimizni nimalar kutyapti? Kayfiyatdan kayfiyatga o'tdik. Hozir erta tongdan yaxshi sovg'alarni ulashish, menimcha hammaga a'lo kayfiyat ulashadi. Omadli tomoshabin aksiyasida biz bugun bir emas, 3 ta g'olibni aniqlaymiz. Shuning uchun yaqinroq o'tiring. Aynan mana shu omadlilar qatorida siz bo'lishingiz mumkin. Birinchi bo'lib televizorni o'ynaymiz. Televizor egasi kim? Televizor, ya'ni yakshanba kundagi biz bilasiz, jonli efirimiz yo'q. Shuning uchun yakshanba kundagi g'olibimizni aniqlaymiz keyin. Bugungi kundagi g'olibimizni keyin Va hafta g'olibi. 3 ta sovg'ani egasini aniqlaymiz. Qani unda ko'p sizni intiqtirmasdan biz boshlaymiz. E'tiboringizni ushbu tasodifiy raqamlar generatoriga va ushbu televizorga qaratishingizni so'rardik. Aynan mana shu jarayonda biz g'oliblarimizni aniqlab olamiz. Hammaga omad yor bo'lsin. Omad yor. Omad tilaymiz. Qani? Ketdik. 88 kodi bilan. Telefon kodi bizda aniq. Xo'sh, 21 raqamligi aniq. 2169. Tabriklaymiz. Va bu hafta davomida birinchi televizorni, ya'ni yakshanba kundagi televizorimizni egasi bo'ladilar. Ularni chin yurakdan tabriklagan holda tanishamiz. Keldi ism shariflari. Boyto'rayev Sobir. Tabriklaymiz. Ballari 203 ball bo'lib ketibdi. Qashqadaryo viloyatidan ekanlar. Televizor muborak bo'lsin. Chin dildan tabriklaymiz. 2169 raqam egasi. O'ylaymizki, Omon-Omonni ko'ryapsiz. Hozir sizga bog'lanamiz. Tezlashamiz. 1969-yilda tavallud topgan ekanlar. Sobir aka, muborak bo'lsin sizga va oilangizga. Televizor uzoq yillar xizmat qilsin. Xo'sh. Qani oling telefonni, qolganlar tayyor turing, shay turing. G'olib bo'lishga yana 2 ta g'olibimiz aniqlanadi birozdan so'ng. Xo'sh. Ko'tarmayaptilarmi? Sobir aka, abonent hozir vaqtinchalik javob bera olmaydi deyishdi. Mayli, hech qisi yo'q. Biz birozdan keyin yana ularga jonli efirimizdan tashqari qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Demak, ikkinchi televizor egasini aniqlasak bo'ladi. Marhamat. Diqqatli bo'lamiz. U siz bo'lishingiz mumkin. Omad. Qani. Hayajonli. Hozir yana kimdir televizor egasiga aylanadi. 94 kodi. Va 25 73 demoqchi edim endi. 74 ga o'zgardi va biz bu omadli tomoshabinimiz bilan ham tanishamiz. Bir necha soniyalarda ularni ma'lumotlar bazasidan bizga ma'lumotlarni yo'llashadi va ular bilan biz yaqindan tanishishimiz mumkin bo'ladi. Ma'lumotlar keldi. Marjonaxon Nuriddin va biz sizni chin dildan muborakbod etamiz. 2574 raqam egasi Samarqand viloyatidan 2002-yilda tavallud topgan ekanlar. 107 ballni yiqqanlar. Televizor muborak bo'lsin. Oyil, gap bo'lishi. Qo'ng'iroq qilamiz. O'zingiz qo'ng'iroq qilavering. Asosiy telefon sizda-ku. Bering, bo'lmasam bu sizni raqamingizdan ishonishmaydi. Bizni tomoshabinlarimiz bilishadi. Biz yagona raqamdan qo'ng'iroq qilamiz. Ana. Azizlar, boy sovrin 50 million so'm egasi bo'lish imkoniyati hali oldinda. Chunki aynan bu bosh sovrinni egasini biz nasib etsa aksiyaning so'nggi kunida aniqlaymiz. 26-dekabr sanasigacha sizda imkoniyat bor. Bugungina hali ishtirokchiga aylanish niyatida bo'lganlar ham imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Hali hamon kech emas. Bugunoq soat 16:00 dan 18:30 gacha ekrandagi 4 ta sirli raqamli promo bank botga jo'natib, ballarni yig'ib ishtirokchiga aylansangiz, nasib etsa omad kulib boqadi. Voyey. Faqat e'tiborli bo'lasiz. Raqamlar hammasi sirli. Va yana shunisi ham aytish kerak, g'oliblar faqatgina Omon-Omon dasturida aniqlanadi, jonli efirda. Shuning uchun har tong dushanbadan shanbaga qadar 6:45 dan boshlab bizni kuzatishingiz kerak. Bu safar g'olibimiz bilan bog'lana olmadik. Keling, Umidaxon hafta g'olibini aniqlaymiz. Jamlanmasini, egasini aniqlaylik. Balki ular bizga erta tongdan javob berishar. Marhamat, e'tiboringizni yana tasodifiy raqamlar generatoriga qaratasiz. Bizda 3-g'olib, hafta g'olibi aniqlanadi. Hafta g'olibi va 3 ta maishiy texnika, 3tasi birda kimga nasib etar ekan? 93 kodi bilan 00 38.
Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Agar o'zingizni telefon raqamingizni hozir 4 ta oxirgi raqamini ko'rayotgan bo'lsangiz, tanigan bo'lsangiz, bayramni boshlab yuborishingiz mumkin. Mana shu ajoyib sovg'alar sizniki. Va ular haqida allaqachon bizga ma'lumotlar keldi. Tabriklayman sizni. Shohidaxon Yusupova g'olib bo'ldilar. 0038 raqam egasi Sirdaryo viloyatidan. 1983-yilda tavallud topganlar 124 ballni qo'lga kiritdilar va maishiy texnikalar to'plami, xolodilnik, ya'ni sovutgich, kir yuvish mashinasi va televizor uchtasi birda aynan sizniki bo'ldi. Tabriklaymiz. Menga ham raqamlar kelib tushdi va hoziroq ularga qo'ng'iroq qilamiz. Hech bo'lmasa bitta g'olibimiz telefonimizni ko'tarsa yaxshi bo'lardi. Xo'sh. Omon-omonni ko'rishni foydasi ko'p, azizlar. Nafaqat omon-omonni, mening yurtim telekanalini. Albatta. Xo'sh. Qani. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shohida opa. Ha, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Tanidingizmi meni? Tanidim. Kimman? Mening yurtim kanalda. Meni yurdim. Ha, ismim Qorbobo. Yangi yilga sizga sovg'alar olib keldim. Bizga xat yozgan ekansiz, xat ballar to'plagan ekansiz, Shohida bu. Aha. Siz bizni hafta g'olibimizga aylandingiz va biz sizga Tabriklaymiz. uchtasi birda maishiy texnika sovg'alarini topshiramiz. Rahmat, Qorbobo. Nimalar bor bu? Sovg'alar ketma-ketligida deb so'ramaysizmi, Shohida opa? Ko'rib turibman chunki hali. Ko'rib turibdilar. Shohida opa, sizga rahmat. Tabriklaymiz unda. Omad yor bo'lsin. Tabriklaymiz sizni. Rahmat. Rahmat kattakon. Sovg'alaringizni tuman yoki bo'lmasam shahardagi bizni markazlarimizdan bemalol qo'lga kiritishingiz mumkin. Albatta. Muborak bo'lsin yana. Rahmat. Chin qalbdan tabriklaymiz Shohida opa. Kayfiyat ko'tarib, sovg'alarni qo'lga kiritib, mana shunaqa faollikda charchamang. Albatta. Yana xodimlarimiz siz bilan bog'lanishadi. Sovg'alarni Rahmat. Aha, salomat bo'ling. Aloqada bo'lib turasiz. Jonli efirdan tashqari yana bizni xodimlarimiz qo'ng'iroq qilishadi sizga. albatta. Rahmat Shohida opa. Muborak bo'lsin. Hammaga mana shunaqa xursandchiliklar nasib etsin deymiz va bu xursandchiliklar qanday qilib taqdim etiladi deydiganlar, barcha savollaringizga navbatdagi videorolik orqali javob olishingiz mumkin. Biz esa a'lo kayfiyatda birozdan so'ng davom etamiz.